Drabilkalarda eng arzon optim joyiga yetib keldi. Nolonda biz do'stlar eng qizig'i video davomida aytilayotgan narxlar ichida O'zbekiston bo'ylab dastlabki 100 gacha mutlaqo bepul. Drabilkadan tashqari do'stlar, katta drabilkamiz, undan tashqari mayda-chuydan yem maydalaydigan, xullas mol qo'yga nima zaril bo'lsa, akalarimiz o'zlari ishlab chiqaradi. Aytganimdek, narxlarning ichida dastlabki 100 gacha mutlaqo bepul. Eng ishonchli joyida turibmiz. Listlari qancha, qo'li quruq tanlaydimi yo'qmi? To'liq ma'lumotni endi usta akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamang, bog'imsiz, Foydamiz kanalini kuzatuvchilari hamda aziz obunachilar, mana Noron brendimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan turgan drabekalarimizni qisqacha obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa, aka, kadr tuzmaylik. Joy bo'lsin. Drabelkani qaysi birinchi bo'lib buni ishlatamizmi? Mana shu xo'jalik ro'zg'ori bor. Eng hadavoyi. Bir faza deyiladi, 220 ga ishlaydi. 220. Nechta pichoq bunimizda? Bunimizda 10 ta pichoq, 6 ta malatkovoy bo'ladi. 6 ta malatkovoy bo'ladi. Xudo xolasa. Kalyonli segment pichoqlari ishonarli, germanskiy, umuman udar. Muammosi yo'q. Muammo yo'q. Bundan keyin ham muammo qilmaydi. Undan oldin ham do'stlar muammo qilmagan drabelkalarimiz bo'ladi. Bo'ldi aka, bo'lsa chiqarib ko'rsataylik, yoqaylik. Xudo xolasa. Yonda mana birinchi somondan qo'y bor setkamiz. Setka qo'y bor, setka do'stlar, ko'ryapsizlar. Mana maydalashini ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunday holatda chiqaryapti. O'zi mayda qilib yo'q qilib yuboradi bunimiz. Bitta preseptini demak bir 30-40 sekund yonverida chiqarib yuborar ekan-da aka. 1 minut atrofida chiqarib yuboradi. Endi mana Ko'pki. Bo'xtani chiqaryapti. Bu qo'ybobi bo'ladi, aka. Qo'ybob setkasi, mayda setkasi chiqadi. Mayda setka o'chiraveramiz. Mana tamom holat. Yo'q. Gapi. Mayda chiqadi. Qo'li quruq tanlamaydi aka. Tanlamaydi. Demak, bu eng hadavoylari. Xo'p, zavodskiy komplektda baloni yondan, ya'ni shuni yonidan ochiladi, yopiladi. 4 ta setkasi bor, nasotkasi. 2 xil donga, 2 xil o'tga. Aha. Hop, keyingisi bunimiz qanaqa? Bu boshqa keyingisi bular 4 kilovatlik bo'ladi. 4 kilovat 3000 оборот bo'ladi. Bu ham 220 ga ishlaydi, bir faza deyiladi. Yo'q, bunimiz-chi, buning qanaqa motori? Bu ham 3 kilovat. Aha. 3000 оборот bo'ladi. 3000 оборот bo'ladi. Endi bitta o'ziga ahamiyat berib qo'yinglar, ya'ni joyida tura oladi, ya'ni jilik etib, bunaqa bo'lib, vibratsiya bo'lganda silkinib, ya'ni jilik etadigandan emas. Endi bunimizni oddiy qozonga o'xshab doira shaklida ekan aka. Xudo xolasa. Oz kattalashtirilgan 60 sm, juda qulay. Ya'ni narsa solgani. Qulay ishlangan. Bularda ham mana 16 ta pichog'i bo'ladi. Kalyonli segment 6 ta malatkovoy bo'ladi. Ha, malatkovoy ham bor ekan. Mahaviklari ham o'sha eng oliy darajada Nexia oporli disk bo'ladi. Xo'p, aka bularni aytdik. Buyulazda achmasam qozon ichi cho'ziladi aka tevaga. Nimani hisobiga qozon cho'ziladi aka? Endi o'tlarimiz tepaga chiqib ketmasligi uchun, changmasligi uchun shuni hisoblagan. Ya'ni sinab ko'rdilar shuni. Mana keyin zashniy disklari ham mana. Rezinkalar. Rezinka 0.8 lik. Ha, 0.8. Cho'tki qalin. 0.8 ni bilasizlar. Maza qilib ishlatasizlar. Xudo xolasa. Keyin mana avtomatlashtirilgan. Avtomatlashtirilgan. O'tganingizda yaxshi balonlar bilan jihozlangan, postashliklar bor, ikkita kondensatorlar bor. Xudo xolasa. Yaxshi himoyalangan. Yaxshi himoyalangan. Balonlar qo'yilgan sababi do'stlar, shunday holatda jildirib ketaverasizlar. Mana zaslonkalar, Mardagi Makka, dom mahsulotlari uchun, videoda uncha ortiqcha bunga qattiq to'xtalmadim do'stlar. 4 xil setka. Mana ular bonus tariqasida bo'ladi, aka. Bo'ladi. O'shuncha balonli bularimiz hammasi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ishlataveradi. Mana yosh katta akalarimizga mana yonboshlab ishlatish degani nihoyatda qulay. Xo'p, yonboshlataylikchi bo'lsa. Buni ya'ni mana tagida shunaqa narsasi bor, qaranglar. Yonboshlatib, yosh katta, yosh kichikroqlar, ya'ni maydatdan keyin bemalol ishlatsa bo'ladi. Qo'ya o'tlarda, ko'k o'tlarga ishlatsa bo'laveradi. Aja mana eng katta muammo drabelka oladiganlarda qo'li quruq tanlamaydigan kerak deysiz. Tanlamaydi mana shular. Bunimiz nimadir? G'o'zapoyani ham chiqaramiz. G'o'zapoya hamma narsani dasturimiz davomida ishlatib tekshirib beramiz. Tekshirib beramiz. Hozir qaysidan tekshiramiz aka birinchi bo'lib? Mana bu so'taliydimi? Da, so'taliydi ham mana eng ko'p chiqaradigan. Bu hozir maydami, yormami qanaqa? Bu yorma holatlari. Mana setkasini yonidan ozgina ko'rsatib o'tib ketsiz bu. Yorma holatda bo'ldi. Yoqaylik aka, kadr tuzmay. Buni ham chiqaramiz.
bunday holatda chiqarib pasaytiradi. Chiqargan ko'rdilar, qanchada nima qiladi? To'xtamay akamiz tashadilar, do'stlar, mashina yorma holatda chiqarib beryapti. Bu drabelkani olasiz, oldinlari tegirmonga borish kerak, o'shunaqa narsalar bo'ladi. Unaqa narsa yo'q. Zamon rivojlandi. Endi yengillik. Yengillik bo'lyapti. Xo'jalik bor. 20 ta mol 50 ta qo'ydi boqoladi buni. Boqoladi, bitta xo'jalikni gullatadi, xudo. Gullatadi. Buzilmaydi, xudo xolos servislar bor. 3 oy servis xizmatlarimiz bor. 3 oy servis xizmatlari bor. Gap yo'q aka, xudo xolasa. Yorma holatda chiqardik. Endi bunimizda qaysini 4 chiqaramiz? kilovat 3000 оборот bo'ladi. Aha. Bunisida mana mol bob setkasi ekan, o't tashlab chiqarib beramiz. Bo'ldi. Boshlaylik aka buni ham. Hozir mana do'stlar, ataylar kadr tuzmayapmiz. Ya'ni ko'pchilik montaj qilib yuboryapsizlar deyishyapti. Biz sizlarga joy kadr ko'rsatyapmiz. 0.10da sifat, asosiysi sifatga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni narx arzon, sifat yuqori drabelkalar. Xudo xolasa. Dastlabki aytganimizdek, O'zbekiston bo'yicha bu aytilgan narxlar ichida dastlabki mutlaqo tekin. Kelib olaman desalar ham manzilimiz Farg'ona viloyat qayerda biz aka? Farg'ona viloyat Buvayda tuman Maslahat qishlog'idamiz. Ha, Maslahat qishloq. Orientirimiz? Orientirimiz bu tarafdan kelishingiz Yangi Qo'rg'on Xon zapravkasi, bu taraf Yozyovon 3uy, Andijon taraf. Ya'ni betonka deyishadi ko'pchilik. O'sha yerdan chiqarib ko'rsatsak bo'ladi. Drabelkani yoqsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Tayyorlaymiz. Bunimiz o'sha 16 ta pichoqli deganingiz-a? 16 ta pichoqli. 14 ta pichoq, 6 ta molotkovoy, jami 20 ta bo'ladi. Ha, jami 20 ta. Jami 20 ta. O'sha xil aytganda 20 ta bo'ladi, xudo xolasa. Yoqaveramiz bo'lmasa aka. Mana bismillah. Shart ko'rsatamiz, xudo xolasa. Birinchi Allohga. Shuni ko'ryapsizlarmi? Mayda qilib. Gapi. Endi mana bunimizni nimadirda? Qo'yani ham mana maydalab chiqarib tashlab, ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Gapi yo'qmi? Hech qanaqangi qo'rquvsiz, motorga nayiqga kelib, bunaqa narsalarimiz yo'q. Shunday holatda chiqaryapti. Mol bob setkada aka. Mol bob setkasida. Mana boyani chiqargan holatlari. Mana pastida mana somondaka, xudo xolasa. Somonda ham uncha yirik chiqarmaydi. Yirik chiqarmaydi. Qaranglar endi mana. Qolib ketgandan keyin chiqarishni ko'ryapsizmi? Motori ham buniki nisbatan baquvvatroq. Bu menimcha aka bir 30-40 ta mol, bir 100 taga yaqin qo'ydi boqoladi, adashmasam. 50 ta mol, 200 ta qo'ydi boqoladi. Boqaveradi buni. Bemalol, xudo xolasa. Zo'r gap. Keyingisi bunisi ham bir xilmi? Endi chorvador akalarimiz, fermer akalarimiz, nimalari, mol qo'ylari ko'p akalarimizga tavsiya qilamiz. Pastenni ishlaydigan to'xtovsiz. 3 fazalilarimizni o'tamiz. 3 fazali ishlatadi. Bular bir fazli edi, endi bular 3 fazalilarga o'tamiz. Zo'r. Buniki nima? Tishlarida ham farqi bormi? Yo'q, tishlarida bularniki ham koloniy segment bo'ladi. 22 tali ya buni. 22 tali. 22 tali malatkovoylari hamma yo'q bor. Koloniy pishlar, ya'ni segment. Pichoqlari koloniy bo'ladi, xudo xolasa. Lekin bu 3 fazaga ishlaydi. Tezroq bo'ladi nisbatan. Tezroq bo'ladi, mehnati. 4 kilovatli. Xo'p, bo'ldi aka, bo'lmasa buni yerda yoqamiz. Xudo xolasa. Qaysini ishlatamiz aka? Bunisida mol bob setkasi, bunisida qo'y bob setkasi. Ikkalasini ishlatib ko'rsatib bering. Bo'ldi. Bir vaqtda ishlatib tekshirib beraman. Nima chiqaramiz? Oh, mana ko'pchilik so'raganlar. Davay, chiqar uni. Mana ketdik. Chiqarishlar. Birdaniga mana ikkita. Qanchalik ko'rinyapti bilmayman, do'stlar. Mayda qilib chiqaryapti. Oh, tangi ketdi. Bo'ladi. Bo'ldi, yetadi. Endi mana bu holati tayyor holatda. Voh, gap yo'qmi? Bitta chankir ketdi, do'stlar, shuning uchun to'xtab qoldim. Endi 3 faza nisbatan anchagina tezroq bo'ladi. Bekordan bekor 3 faza deyilmaydi. Necha tezroq bo'ladi, tezroq bo'ladi. Endi narigi kichkinalarimiz 40 ta 50 ta qora mol uchun bo'lsa, bular 100 ta 150 ta qora mol uchun. Qo'y dema 500 ta yaqin ekan-da. 400 ta 500 ta qo'yi borlar akalarimizga tavsiya qilamiz. Bemalol ishlatishinglar. Xo'p, motorlari nechalik bularimiz aka? Motorlilarki bulardiki bo'ladi. Mana 4 kilovat 3000 оборот rossiyskiy motorlarimiz bor.
5,5 kilovat 3000 оборот bo'ladi. Xitoy motor bo'ladi, yangi mislik bo'ladi. Yangi misli bo'ladi. Demak, 3,5 kilovatdan 6,5 kilovatgacha bor. 3,5. Hammasi bor. Mana yangilik qildik. Xudo Mana xolasa. ishlab tekshirib Hammasini ishlatib beramiz. Xudo bu xolasa. bahaybatlarimiz qanaqa? Uni ham ishlatsak bo'ladi? Endi bular aka juda Umuman katta. boshqa dunyo, ha, bu. Boshqa dunyo. Ajdarho deyilib nomlanadi bular. Bunisi 11 kilovat bo'ladi. Bunisi 18,5 Oy. kilovat. Bu ham 18,5 kilovat. Bu aka endi Bunisini endi bir 500 ta 600 ta qoramol uchun tayyorlaganmiz. Bunisini 800 ta 1000 ta mol uchun. 5 sekund 6 sekundda bunisi chiqaradi. Bunisi ham o'sha 12-15 sekundda bunisi ham chiqaradi. bo'ldi aka, so'z spoti bilan bo'lsa, nima bo'lsa, Xudo Xudo xolasa. Do'stlar, endi bu akamiz Ajdarho deyaptilar. Men o'zi videoda bilmam qanaqa ko'rinyapti. Bu Dragon ekan, to'g'risi. 5 sekundda yo'q qilib yuboradi. Bu eng ancha-muncha Drabika mazasini qochiradi. Xudo xolasa, bitta chiqarib ko'rsatamiz. Ya'ni bunimiz nimadirda? Bunisini moshpalak deyiladi. Moshpalak deyiladi. Hammasidan chiqarib beraveramiz. Moshpalak, somon. Bo'ldi aka, o'zim bitta so'z spoti bilan Xudo xolasa boshlaymiz. Bismillah. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bitta bo'lmasa. Qarishini ko'ryapsizlarmi do'stlar? Gap yo'q. Bo'ldi, yo'q, ha o'zi. 5 sekund. 5 sekundda muammo hal do'stlar. Bu aytganimizni 1200 ta qo'y, undan ham dash yuqori. Yo'q. Bu 800 ta 1000 ta mol. Ha, molni o'zi. Molni o'zida shuncha bu. Qo'yga 2000 ta yaqin ekan. 2000-3000 ta qo'y bor akalarimizga. Gap yo'q. Katta chorvador akalarimizga, fermer akalarimizga. Narigini ham bitta kichkinasini ham chiqarib beraylik. Hozir chiqarib bering deyapti. Yo'nimizga to'k yetmaydimi? To'q ulash kerak. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa mashina o'zi yetadi. Bunimiz qanaqa aka? Bunisi ham aka xuddi mana shunaqa 5 sekund 6 sekundda chiqaradi. Bu Faqatgina shunaqa aylanadi. variantki, bu Aha. vakuumli drabilkamiz deydi. Ha, changi Ha, kamroq. bu changitib beryapti hozir, Aha. to'g'rimi ko'ryapsiz? Bunisi endi misol konteynerlarimiz bo'ladi, konteynerlar yoki bir o'txonalari bo'ladi. Bir 10 metr, 15 metr narigi masofada chiqarishadi yoki bir ikkinchi etaj bo'ladi, tepaga. Qishki g'amlarni ham yeb qo'yadi-ku. To'g'ri. Shunga ishlaydi aka bu. Otib beraladi. Otib beradi, vakuum deydi. Otib beraladi, Xudo xolasa. Endi aka, xo'p, bularni hammasini aytdik. Ha, narxlari haqida eng arzonidan boshlaylik birinchi bo'lib. Eng arzoni nech puldan, keyin bu kattalar haqida ham tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, eng arzonlarimiz nech puldan boshlanadi? Endi aka, arzon drabikalarimiz 2 million 600 ming so'mdan boshlanadi. Alyumin obmotkalik bo'ladi, 3 kilovat 3 ming euro. Misligi bo'ladi. 2 million 900 ming so'm. Aha. Bular bir fasalliklar. Hop. Bular 4 kilovat 3 ming euro alyuminlik bo'ladi. Narxi 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Zo'r. Shuni misligi Aha. 3 million 4 million so'm bo'ladi. 4 million so'm. 4 million so'm bo'ladi. Zo'r. 4 kilovat 3 ming euro 3 fasalliklarimizga o'tamiz. Aha. Bular narxi 4 million 500 ming so'mga 4 million 800 ming so'm chiqadi. 4 million 800 minggacha. Xo'p. Endi bu 5,5 kilovatliklarimizga o'tamiz aka. Aha. 5,5 kilovatliklarimiz Xitoy motor bo'ladi, 3000 оборот bo'ladi. Buning narxi 5,5 million so'm bo'ladi. 5,5 million so'm. Kattamiz? Dastlabki bepul aytganimizni. Bular 11 kilovatliklarimiz. Aha. Narxi? Narxi bulardiki 13 million so'm chiqadi. 13 million so'm. Gap yo'q. Bu chi Dragon emas. 19,5 million so'm chiqadi. 19,5 million so'm, zo'r. Dastlabkalari kelishilgan holatda. Bunisi ham shunaqa. Bu ham bir xil bo'ladi. Endi aka Drabika haqida qisqacha o'tdi. Endi qozonchalarimizni ham narxini aytib o'tib ketsa bularimiz. Qozonchalarimiz mana 500 litrlik, Aha. 300 litrlik, 250 litrlik. Eng arzoni 250 Eng az litr. 900 ming so'mdan boshlanadi. Aha. 900 ming so'm, 1 million 300 ming, 1 million 500 ming so'm bo'ladi. Zo'r. Xudo xolasa. Bu yo'q ketaveradi. Zakaz asosida katta qilib beraverasiz. Kattaroq, kichikroq deysiz, zakazlariga qarab ketaveradi. Bunimizchi bu yem tayyorlaydiganmi? Bu yem tayyorlaydigan mishalkalarimiz. Hop. 350 kilo, 400 kilodan boshlanadi. 1 tonna, 2 tonna ketaveradi zakazga qarab bu ham. Buni ishlatib beramizmi yo uyga asosan? Yo, ishlatib tekshirib beramiz mana tayyor holatda. Bo'ldi, bitta kichkinasimi, kattasini ishlatamiz. Qaysini ishlatamiz? Kichkinasini ishlatamiz. Bo'ldi. Bitta ishlatib ko'rsatib beraylik bo'lmasa, Xudo xolasa.
Xo'p, aka ishlatishdan oldin motorlar haqida qisqacha. Aka biz aytdik 350 kilo, 400 kilodan boshlab 2 tonnagacha dedik. Biz mana 350 kilolik doj ishlatib tekshirib beramiz. Mana qisqacha obzorni qilib beradigan bo'lsak, 200 lik reduktor bo'ladi. 3 kilovat mislik, 1000 obrot bo'ladi. Pol avtomatlari bor, avtomatlashtirilgan. Bexijolat aka, har qanaqangi nagrushkalarga ham tashlaydi. Remellari bor aka, mana ko'rsatib o'tishim. Remellari ham cho'tga holatda. 4 ta yaxshi balon bilan jihozlangan. Yangi. Aravalarimiz turgan joyda bemalol harakatlana oladi. Stopi bor. Stopi bor, qiynalishmaydi. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, bo'lmasa bitta ishlatib ko'rsataylik, joy bo'lsa. Shunday holatda avtomat yoqamiz, bo'ldi do'stlar. Yemingiz tayyor. Mana xohlagan don, xohlagan o't mahsulotlarini tashlab 4 minut, 5 minut aralashtirib beradi. Xudo xolasa, cho'tga holatda bo'ladi. Cho'tga holatda keyin mana shunday ochamiz. Shu bilan tayyor. Shu bilan tayyorman. Tushib ketaveradi. Bo'ldi, o'chiraveramiz. O'chirishda shu, ha? Shunday qilasizlar, o'chadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu hozir o'rtacha holatdagi, bundan kichigi ham, kattasi ham bor. Bor aka. Xo'p, eng kichigi qanchalik bo'ladi? Eng kichkinasi 300 litrlikdan boshlanadi. 300 Summasi? Summasi? Summasi bo'ladi 7 million 100 ming so'mdan boshlanadi. Hop, eng kattasi? Eng kattasi hozir bizda 1 tonnaliklar bor, 1 tonnaliklar bor. 15,5 million so'm. 15,5 million so'm qo'yiladi. Undan tashqari mana shunaqa Dastavkalari kelishilgan holat. kelishilgan holatda bunaqa, ya'ni mana surgularimiz bu. surgular. Buni men uchun ishlaydi deyshadi ko'pchilik. Mana qisqacha. Bu narsalarimiz aka bu mana qishki kunida qor kuragani ham ishlayveradi. Mana dehqon akalarimiz bor, guruch ekadigan akalarimiz bor. Guruchlarni, donli mahsulotlarni, o't mahsulotlarini yig'ishtirishga ishlaydi. Chorvador akalarimizga molni go'ng tagini tozalashga ishlaydi. Ishlaydi, gap yo'q. Mana bitta ko'rsatib beraman. Mana tozalab ketishini qaranglar. Top-toza orqasini ko'ryapsizlar, tozalagan joyida o'zini top-toza qilib qo'yiladi. Top-toza. Narxi necha pul bunimiz? 900 ming so'm chiqadi. 900 ming so'm zo'r. Endi bunimiz tashqarida, ya'ni yen tayyorlaydiganga aravalari ham bor. Aravalarimiz bor mana. Xo'p. Aravalarimiz ham aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa buni ishlagandan keyin, yem pishgandan keyin to'kib beradi. Ishini yengillashtiradi. Ishchi kuchidan ekonom. Zo'r. Bunimiz qancha oladi o'ziga taxminan? Mana shu 350-400 kilo aylantirsa, shu 350 to'liq oladi. Bunimiz summasi? Bu narxi 2 million so'm chiqadi. 2 million so'm bo'ladi. Endi mana yerda boshqacha drabilkalar ko'ryapmiz. Bu nimaga aka? Drabilka emas, bular duku bular. Ha, duku. Bular mana don mahsulotlari uchun. Don mahsulotlari uchun. Bularda ham mana 4 xil nasatkalar bo'ladi. O'sh 1,5 lik, 4 lik, 6 lik, 8 lik. Endi bu ham aytganingizda bitta xo'jalikni gullatadi. Mol qo'ylar uchun, tovuqlar uchun, xo'jalik uchun mehnatlari yengil bo'ladi. Tirikchilik qiladigan akalarimizga. Misol uchun mana shu 3 ming so'm bozordan olishadigan bo'lsa, apparatdan chiqqandan keyin 3,5 ming so'm. 3,5 ming so'm ko'tariladi. Foyda. Summasi necha pul bunimiz? Summasi alyuminligi 3 million 600 ming so'm chiqadi. Musobotkaliklar 4 million so'm chiqadi. 4 million so'm chiqadi. Bunimiz qanaqa endi aka? Bunisi vakuumli drabilka. Masalan, o'rmonda qiroli sher deydi-yu. Drabilkalarda qiroli hisoblanadi. Zo'r. Bulardan o'sha 220 ga ishlaydi. Vakuumlik bo'ladi. Bu ham uzoq masofalarga otib beradi. Otib beradi. O'sha aytganimizdek konteyner, o'txonalarga ustim chang bo'lmasin deydigan akalarimiz uchun. Ulardan ortiga keladigan bo'lsak, komplektida sikloni bo'ladi, drabilka, ishlankasi bo'ladi, 5 million 600 ming so'm chiqadi. 5 million. 5 siklon oladigan akalarimizga 4 million 800 ming so'm chiqadi. Zo'r. Endi bunisi raketamiz. Raketamiz shu mana shu. Shundan. Hozirgi tanishtirib o'tganimiz shu. Zo'r, zo'r. Komplektida mana bunda ham o'sha 4 xil setkalari bor. Mayda 1,5 lik, 3 lik qo'ybob, molbob setkalari bor. Zo'r. Menimcha hamma yo'lda aytdi aka. Aytdik. Xudo xolasa. Do'stlar, pastda nomerlarini qoldirdik akalarimiz. Akalarimiz begona emas. Bozor olamini tanisanlar, Hayot akani komment fikrlarni qoldiringlar. Akamiz shular akalarimiz bilan sherikchilik ochib, xudo xolasa zo'r holatda ishlashyapti. Bemalol zakaz berasizlar, ishonchli joyidan kerakmi? Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Universal drabilkalarimiz tomonidan mana ishlatilyapti, ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni imkon qadar sizlarga tavsiya qilyapmiz. Yangilik mana yangi aravalarimizni ishlayapmiz, yangi drabilkalar izlanyapmiz. Mana shu akamizni kanallariga bittadan like urib qo'yasizlar. Qilgan mehnatlarimiz uchun. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.